Donkey Team Spirit komandasi Navi komandasini yo'q qilib tashladi. E'tiboringizda I Am Krakow 2026 yangiliklari. Birinchi karta Mirage Navi komandasi pik qilgan karta boshlandi. Bu kartada Navi komandasi yaxshigina tezlik oldi va boshlang'ich 3 raundni o'z foydasiga hal qilishdi. 4-raunddan keyin komandalar birma-ketin ochkolarni bo'lishni boshladi va 13-raundga kelib hisob 6-6 ga tenglashdi. Raunddagi qiziq vaziyatlardan biri bu 11-raundda. Navi komandasi 3-5 qolgan vaziyatda Wonderful Beat Im juda ham yaxshi o'yin ko'rsatishdi va ajoyib clutch qilishdi. 14-raunddan keyin yana Navi komandasi boshlang'ich raundlarda ketma-ket raundlarni yutishni boshladi va hisobni yirik 6-10 ko'rinishiga keltirishdi. Biroq losmana tomosha endi boshlandi. 17-raundda Dong triple kill qayd etdi va Spiritni o'yinga qaytarishga yaxshigina ko'maklashdi. Hisob esa 7-10 va yana bir dahshatli vaziyat 19-raundda. Spirit komandasi o'yinchisi Tener Dongdan nima kamim bor deganiday bir o'zi Navining 3 o'yinchisini o'ldirib yubordi, ya'ni triple killni rasmiylashtirdi. Hisob esa 9-10 Spirit o'yin nazoratini raqibning pikida oldi. Spirit ketma-ket 2 raundni yutdi va hisobni 12-11 ga to'g'irlashdi. Juda ham olovli vaziyat. Dong triple kill qayd etdi, lekin Navi 24-raundda o'z foydasiga hal qilishdi. Hisob esa 12-12 overtime. 25-raundda Zontix o'yini ochilib ketdi va Navining 4 o'yinchisini o'ldirib yubordi, ya'ni quadro kill qildi. Dahshat. Dong esa 30-raundda yana katta sahnaga qaytdi va quadro kill qildi va Spirit uchun muhim bo'lgan Mirage kartasidagi g'alabani ta'minlab berdi. Dong bu kartada nerealni o'ynadi desak adashmagan bo'lamiz. Hisob esa 16-14 Spirit komandasi foydasiga. Ketidan ikkinchi karta Das 2 Team Spirit komandasi pik qilgan karta boshlandi. Bu karta boshlanishi juda ham dahshatli bo'ldi. Ya'ni boshlanish ketma-ket raundlarda Team Spirit komandasi Navi komandasini ko'rdim demadi, ya'ni hisobni 0-7 ga yetkazishdi. Navi komandasi shok holatda va ketma-ket 3 ta raund olgan bo'lsa-da, lekin bu kartada umumiy omad yurishmadi va umumiy 3-13 hisobida Team Spirit komandasi Navi komandasidan ustun keldi va g'alabaga erishdi. Shu bilan kunning eng muhim bo'lgan o'yinlar yakunlandi va boshqa o'yinlarda qanday natijalar qayd etilganini ekranda ko'rishingiz mumkin va bugungi o'yinlar Toshkent vaqti bilan 18:00 da boshlanadi. Albatta bunday tezkor yangiliklarni o'tkazib bormaslik uchun KS News sahifamizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qaytgancha bu videoni barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying.